Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi 18. bölüm Achchiqlanish, adovat tutush va hasad qilishning ayiblanadiganligi to'g'risida. Shuni yaxshi bilginki, achchiqlanish g'azab o't yalqonlaridan bir yalqondir. G'azab asnosida insondan chiqib la'nati shaytonga ulashadigan bir tumur bordir. Alloh taolo shaytonning og'zidan "Meni o'tdan, uni laydan yaratding" dedi. Chunki layning tabiati sukunat bo'lsa, o'tning tabiati uchqundash, kuyish, harakat qilish va tartibsizlikdir. Adovat va hasad achchiqlanish g'azabning natijalaridandir. Achchiqlanishning to'g'ri emasligiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning "Menga nasihat qilsizlar" degan kishiga achchiqlanmag'in degan so'zi dalildir. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qayta "Menga nasihat qilsizlar" deganda uningga achchiqlanmag'in devergan. Başqa bir hadisda İbn Amr raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan "Meni Allohning g'azbidan nima yiroq qiladi?" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Achchiqlanmag'in" deb javob berdi. Birlik kelingan bir hadisda Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chilishda yengan no'ch emas, ochiq kelganda o'zini bisib olgan haqiqiy no'chidir degan. Ikrama raziyallohu anhu Alloh taolaning o ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi, sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. degan oyatdagi sayyid kalimasini ochiq kelganda o'zini tutib oladigan, ochiqiga yengilmaydigan kishi deb tafsir qilgan. Rivoyat qilinurki, Zulqarnayn bir farishtaga yo'liqdi va uningga "Menga shundoq bir ilm o'rgatganki, iymonim va jazmiyatim ortqay" degan edi farishta. Achchiqlanma. Chunki shaytonning odam bolasiga kuchi eng oson yetadigan vaqti achchiqlangan vaqtidir. Shunga achchiqni yutish bilan qaytir, salmoqlik bilan besiqtir, aldiraqsanlikdan saqlan. Chunki sen achchiqlanganda nasibangga erisholmaysan, yiroq yaqin hamma kishiga yumshoq, mehribon bo'lgin, zo'migar, tarsa bo'lma, dedi. Yana rivoyat qilinurki, iblis Alloh uningga la'nat qilsin, Musa alayhisalomga ko'ringan va "Ey Musa, keskinlikdan saqlangin, chunki men keskin odamni kichik bola top o'ynagandek o'ynayman. Ayollar fitnasidan saqlangin, chunki mening qarshimda eng puxta qurilgan tuzoq ayol kishi bilan qurilgan tuzoqdir. Bexillikdan saqlangin, chunki men bexilning dunyo va oxiratini buzman" degan ekan. Va yana achchiqlanishdan saqlaninglar, chunki achchiqlanish iymonni xuddi achchiq dora hasalni buzgandek buzadi. Achchiqlanish aqlning dushmanidir deyilgan. Achchiqlanishning haqiqati. G'azab intiqom xirisi bilan qalbdagi qonning qaynashidir. Ya'ni inson achchiqlanganda g'azab o'ti qo'zg'alib, qalbdagi qon qaynaydi va tomirlarga tarqalib, qozon qaynaganda suv ko'tarilgandek badanning yuqori tarafiga ko'tariladi. Shu vajdan yuz, ko'z va teri qizdiradi. Buning hammasi xuddi bir aynak shishi ichidagi narsaning rangini ko'rsatgandek, g'azabmo keynidagi qon qizillikdan iborat rangini ko'rsatadi. İnsan o'zidan tuvan kishiga achchiqlanganda va kuchi yetadiganligini his qilganda qon kengaydi. Agar g'azabning sababi o'zidan yuqori kishilarga achchiqlanish bo'lsa va kuchi yetmaydiganligini his qilsa, bu holda qon tomirlardan yurak qarab chekinadi. Natijada g'azab qayg'uga aylanadi hamda teri rangi sarg'aydi. Agar tang tushkichi g'azablangan bo'lsa, qon kengayib tarayib turadi, shuning bilan yuz qizirdi, sarg'aydi va qalaymi-qallashadi. Demek intiqom xirisi g'azab kuchining uzuqidir. Kishilar g'azablanishda oshqun, sus va mo'tadillikdan iborat 3 darajaga bo'linadi. Haddidan oshgan g'azab xo'sh ko'rilmaydi. Chunki haddidan ortiq g'azab insonni aqlini boshqarish va diniga rioya qilishdan chiqarib etadi. Natijada bu holdagi inson hech qanday dansash, o'ylanish va to'g'rini tanlashga qodir bo'la olmaydi. G'azablanishda susluqmi ham xo'sh ko'rilmaydi. Chunki g'azab sus kishida vijdon va kullash yo'qaydi. G'azabini tamoman yo'qotgan odam nafsini tarbiyalashdanmi ojiz keladi. Chunki nafs tarbiyasi g'azab shahvatni bisib tushganda tamomlanadi. Kishi nafsi bo'lmug'ur va past havaslarga moyil bo'lganda nafsiga g'azablanadi. Demak, g'azabni yo'qotib qo'yish ayibdir. Shunga qattiq g'azab va ziyoda susluqdan iborat ikki uch orasida o'tirallikni tepish kerak.
Shuni yaxshi bilingki, g'azab o'ti kuchlanib yalqinjiganda g'azablanguvchini ko'r va har qanday nasihatni anglashdan gaz qilib qo'ydi. Chunki g'azab mingi ko'tarilib, tafakkur konining ustini yepib oladi. Ba'zida sezgu koniga o'tib ketadi, shuning bilan ko'z qorong'ulashib, hech narsani ko'rmas bo'lib qoladi. Dunyo qop-qorong'u bo'ladi, mingiz xuddi o't yiqilgandan keyin o'tdan chiqqan tutun bilan havosi qaridab, ichi qizib tutuniga to'shib ketgan bir g'arga o'xshash bo'lib qoladi. G'ar ichida ojiz bir chirog' bo'lib chirog'i o'chidi, shuning bilan u yerda turish mumkin bo'lmay qoladi va hech so'z quloqqa kirmaydi, hech sima ko'rinmaydi. U kishining tutayotgan o'tni o'chirishga kuchi yetmaydi. G'azab qalb va mingiga mana shunday qattiq ta'sir qiladi. Ba'zida g'azab texmin kuchayib, egisini o'ldirib qo'ydi. G'azabning sirtqi alomatlari: rengi o'zgarish, put-qo'llari qattiq titrash, ish-harakatning qalaymaqonlashishi, adab axloqni qayirib qo'yish, saranglachi qiliq qilish qatorliqlardir. Agar g'azablanguchi o'zining darg'azab chog'idagi qabih holatini ko'rsa edi, albatta ko'nglida shu holatidan bezor bo'lgan bo'ladi. Ichki dunyosining texmi sat bo'lib ketadiganligi hammaga ma'lumdir. G'azabni qo'zg'ovchi sabablar va uning davosi. Har qanday kasalni davolashning shu kasallikning manbasini quritish va sabablarini yo'q qilish orqali bo'ladiganligini bilasan. G'azabning sabablaridan ba'zilar mundaq: o'zni cho'ng tutish, chaqchaq qilish, jidallashish, qarshilashish, aldamchilik va ortiqcha mol dunyoga qattiq heris bo'lish qatorliqlar. Bular shariatda ayiblanadigan nachar xuluqlardir. Shunga bu xuluqlardan har birini uningga qarshi axloqlar bilan davolash va g'azabni qo'zg'ovchi omillarni bilib, uning sabablarini kesib tashlashga tirishish kerak. G'azab qo'zg'alganda tuvandagi ishlar bilan davolashga bo'ladi. Birinchi, ochiqni yutish, apu qilish va sabr qilishning fazilatlari haqida kelgan hadislarni tafakkur qilish. Masalan, tuvandagidek hadislarni aslash kerak. İmam Buxoriy Ibn Abbas raziyallohu anhudan rivoyat qiludiki, u bir kishi Umar raziyallohu anhuning qishiga kirishga ruxsat so'radi. Umar uningga ruxsat qildi. Ondan u kishi Umarga: "Ey Xattobning o'g'li, Alloh bilan qasamki, sen bizga ko'p mol bermaysan, aramizda odillik bilan hukm qilmaysan" dedi. Umar bu gapni anglab g'azablanib, uni qattiq urmoqchi bo'ldi. Ondan Hur ibn Qays: "Ey mu'minlarning amri, Allah azza va jalla haqiqatan o'z payg'ambariga apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in, nodonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nodonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in" degan. Haqiqatan bu kishi nodonlardan ekan, dedi. Alloh bilan qasamki, Hur ibn Qays Umarga bu oyatni o'qib berganda, Umar u oyatga xiloflik qilmadi. Umar Alloh azza va jallaning kitobi o'qilganda bek salmoq turadigan kishi edi, degan. İkinci, nafsni Allah'ның azabidan qo'rqitish. Ochiqlangan kishi nafsiga: "Mening bu insonga kuchim yetgandan bekarek Alloh taolaning menga kuchi yetadi. Agar men bu kishi g'azbimni yurgizsam, Alloh taolaning menga qiyomat kuni g'azbini yurgizishidan xotirjam bo'lolmayman. Shunga men apu qilishga eng muhtojman" deyish lozim. Allah Taala o'zining ba'zi kitoblari Injilda: "Ey odam bolasi, g'azablanganda meni aslaginki, men bu g'azablanganda seni asligayman va haloq qilinuvchilar ichida seni mu haloq qilmag'ayman" degan. Uchinchi, o'z nafsini adovatxo'rlik, qisoskorlik kulfatidan va dushmanning o'zining sha'nini to'kishga va beshiga kelgan musibatlar bilan suyunishga tayyor ekanligidan ogohlantirish kerak. Chunki inson musibatlardan xoli bo'lolmaydi. Şuna nefs ahiretten qo'rqmasa, dunyoda bu ishlarga duchor bo'lishdan qo'rqitish kerak. Buning aksi shahvatning g'azabni besib tushishi bo'lib savob emas. Chunki bu dunyolik nasibalarning ba'zisini ba'zidan ortiq ko'rishdir. Lekin kishining ehtiyot qilgan ishi oxirat amali yordam berilgan bir ishga o'zgarsa, bu holda uningga savob bo'ladi. To'rtinchi, ilgari so'zlangandek o'zining g'azablangan chog'dagi qabih suratini yodiga keltirish kerak. G'azablanguchi g'azablanganda g'aljir it yoki vahshiy bir yirtqich hayvonga o'xshab qoladi. Shundaqla yana nafsini payg'ambarlarning axloqlari va olimlarning odatlariga agishishga moyil qilishdan qochgan bo'ladi. 5. İntiqam ilishga turtki bo'lgan sababni o'ylab baqish kerak. Masalan, shayton uningga intiqam olmaslik sening ojiz, xor, tuvan va nafsingning past ekanligiga dalolatdir.
İntiqam almasang, kishilarning nazaridan tushsan deb vasvas silish sababidan g'azablangan bo'lsa, nafsiga: "Ey nafsim, hozir bularga sabr qila olmasang, bu kishi qo'lingdan tutib, sendan intiqam oladigan qiyomat kunidagi xorliq va rasvolikqa qanday sabr qilasan? Kishilarning nazaridan tushishdan ehtiyot qilsanu, Alloh taolo, farishtalar va payg'ambarlarning nazaridan qilishdan ehtiyot qilmamsan?" deb shayton vasvasasini daf'i qilish kerak. Achchiqni yutish lozim. Chunki achchiqni yutish kishini Alloh taolaning nazarida hurmatga ega qiladi. Haq ichida hurmatlik bo'lmasa nim bo'lmoqchidi? Qiyomat kuni Alloh taolo cho'qim ajrini beradigan kishilar o'rnidan tursin deb nido qilinsa, faqat afu qilgan kishilarla o'rnidan turdi. Kishi uchun shu o'rnidan turganlar qatorida o'rnidan turish eng zarur emasmi? Buningga o'xshash ma'nolarning kishi qalbida barqaror bo'lmoqi bek muhimdir. 6. G'azablanishni o'z maqsadiga muvofiq emas, balki Alloh taolaning maqsadiga muvofiq holatda yuz bergan bir ish deb bilsin. Buni bilgan kishi qandoqmi o'z maqsadini Alloh taolaning maqsadining oldiga qo'ysin. Bularning hammasi qalbiy g'azablanishdan davolash sabablaridandir. Amal qilish orqali g'azabni davolashga kelsak, g'azablanguchi shukr bilishi, Alloh taolaga sig'inib, shaytonning yomonligidan panoh tilishi va ahvolini o'zgartirish kerak. Masalan, agar o'ri turgan holatda bo'lsa, o'ltirib olsin. O'ltirib olgan holatda bo'lsa, yetib olsin. Ham biz g'azablanganda tahorat ilishga buyurildik. Bu ishlarning hammasi hadislarda kelgandir. Abu Vahil radhiyallohu anhu g'azablanganda tahorat ilishning hikmatini bayon qilib mundaq deydi: Biz Urva ibn Muhammadning qishida edik. Uningga bir odam egri gaplarni qildi. Urva ibn Muhammad qattiq g'azablandi, ondan o'rnidan turdi va tahorat oldi. Ondan kelib dediki: "Dadam menga buvam Atiya radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning g'azab shaytondandir. Shayton bo'lsa o'tdan yaratilgan, o't suv bilan uchiriladi. Shung biringlar g'azablanganda tahorat olsin" deganligini aytib bergan edi. G'azablanganda o'ltirib olish va yetib olishga kelsak, inson g'azablanganda o'ltirib olish bilan yaratilgan tuproqqa yaqin bo'lishqa, ondan o'zining aslini aslab, o'zini tuvan tutishga buyurilgan bo'lishi mumkin. O'zini tuvan tutish bilan kamtar bo'lg'ili bo'ladi, chunki g'azablanish kibrdan keladi. Buningga dalil Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azablanish haqida: "Kimki g'azablanganligini his qilsa, mang'izni zaminga yoqsin" degan. Rivoyat qilinurki, xalifa Mahdi bir odamga g'azablanib, savdosh uchun qamchi talab qildi. Shu so'rindagi Shabib degan kishi Mahdining ochiqini va so'rindoshlarning lam jimsiz boshlarini sangiltib o'ltirganligini ko'rib: "Ey mu'minlarning amiri, Alloh uchun Allohdan bekerak g'azablanmagaysiz" dedi. Shuning bilan xalifa uni qo'yib o'tinglar dedi. Ochiqni yutish to'g'risida Alloh taolo ular ochiqni yutadiganlardir deydi va Alloh taolaning bu bayoni maqtash tariqasidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kimki qarish tarafga kuchi yetib turib ochiqqa hay bera olsa, Alloh taolo uni butun xaloyiq oldida chaqirib, uningga o'zi xohlagan hur-parini tanlab olish ixtiyorligini berdi." Rivoyat qilindiki, Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Allohdan qo'rqqan kishi ochiqni tizginlaydi. Allohdan qo'rqqan kishi xohlaganini qilmaydi. Agar qiyomat kun bo'lmagan bo'lsa edi, boshqacha ishlarni ko'rgan bo'lardinglar." Muloyim, yumshoq, apuchan bo'lish to'g'risida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ilm o'rganishga tirishish bilan ilm muloyim, bo'yni yumshoq bo'lishga tirishish bilan qo'lga keladi" degan. Ilm o'rganinglar, ilm bilan birga tamkinlik va sabrchanlikni o'rganinglar. O'quvchilarga va ustozinglarga qarata muloyim, yumshoq bo'linglar. Asla zo'migar olimlardan bo'lmanglarki, nodonliginglar, ilminglarni yengib olmasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ashaj Abdi Qaysga mundaq degan: "Senda Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan ikki xislat bor: ilm va ta'anni, ya'ni muloyimlik va sabrchanlik." Bir odam Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga eg'ir haqorat qildi. U gapini tugatgandan keyin Ibn Abbas naq maydondagi Ikramaga mundaq dedi: "Ey Ikrama, qarag'inchi, bu kishining bir hojati bormikan? Bor bo'lsa uni ado qilayli." Shuning bilan u odam beshini tuvanga silib qattiq xijil bo'ldi.
Bir kishi Muaviya radhiyallohu anhuga anglug'idek qilib qattiq gaplarni qildi Muaviyaga. Uni jazolamamsiz deyilgan edi. Muaviya javoban mundaq dedi: "Birab Xurayimning qilmish sabablik ilmimni zo'riqtirishdan hayo qilman." Muaviya radhiyallohu anhu tira bisatlarini taqsim qilib, bir qismini Damashqlik bir shayxga avatgan edi. Avatilgan parchadan shayx rozi bo'lmadi va Muaviyaning beshiga urman deb qasam qildi. Ondan Muaviyaning yeniga kelib qasamini bayon qilgan edi. Muaviya uningga: "Ey shayx, nazringni o'rinlig'in, o'tinishim menga urganda yumshoq qo'l bo'l" dedi. Abu Zar radhiyallohu anhuning bir xizmatchisi putusunuq bir qo'y bilan Abu Zarning yeniga kelgan edi. Abu Zar uningga: "Bu qo'yning putun kim sundirdi?" degan edi xizmatchi. "Sen ochiqlansin deb, ochiqingda men ursin va gunohkor bo'lsin deb men atay sundirdim" dedi. Shuning bilan Abu Zar: "Seni meni g'azablantirishga qiziqtirgan shaytonni men g'azablantiraman" dedi va uni ozod qilib etdi. Bir odam Adi ibn Hatim radhiyallohu anhuni tilladi. U tillashdan to'xtag'ucha sukut qilgan Adi radhiyallohu anhu deydigan yana boshqa gaplaring bo'lsa, yurtning yoshlari kelmasdi daval, chunki yoshlar o'z rahbarlariga bunday gaplarni qilganingni anglasa, uningga rozi bo'lmaydi dedi. Xalif Umar ibn Abdulaziz qarong'u bir kechada masjidga kirdi. Masjidda uxlayotgan bir kishining yenidan o'tib ketib, uningga putlashib ketdi. Shuning bilan u odam beshini ko'tarib: "Sarangmisan?" degan edi. Umar: "Yo'q" dedi. Shu asnoda Umarning qo'g'dug'uvchisi u kishini adablamoqchi bo'lgan edi. Umar: "Bas, u mendan sarangmisan deb so'ragan edi. Men yo'q deb javob berdim" dedi. Bir odam Ali ibn Husayn radhiyallohu anhuni ko'ribla tillashga boshladi. Shuning bilan malaylar uni adablamoqchi bo'lgan edi. Ali: "To'xtanglar" dedi va u odamga qarab: "Sen bilmagan ayiblarimiz texmi ko'pdir. Biz yordam qilgudek bir hojating bormi?" degan edi. U odam xijil bo'ldi. Ondan Imom Husayn uningga uchisidagi 4 burjak yo'lliq qora yepinchisini tashlab berdi va 1000 tanga berishga buyurdi. Shuning bilan keyinchi u odam: "Sening payg'ambar avlodi ekanligingga guvohlik beraman" deydigan bo'lgan edi. Bir odam Vahib ibn Munabbihga: "Palani seni tilladi" degan edi. Vahib ibn Munabbih: "Shayton sendan boshqa elchi topolmabdi-da" dedi. Abu qilish va muloyimlik haqida. Shuni bilginki, apu qilishning ma'nosi tamoman haqliq turib, haqqingni olmasliging yoki birovdan ilindigan qisosdan va yo qarzning bir qismidan bo'lsa-mu voz kechishing bo'lib, u hilim va ochiqni yutishdan boshqa sifatdir. Alloh taolo deganki, ular yomonlik qilgan yoki bo'zak qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Va kimki intiqom ilishga qodir turuqliq apu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilguvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qilguvchilarni do'st tutmaydi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sadiqa moldan hech narsani kemaytib etmaydi. Alloh taolo bir bandani ziyoda apuchan qilsa, u faqat ziyoda aziz bo'ladi. Bir kishi Alloh uchun kamtar bo'lsa, Alloh uning martabasini ko'taradi." Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Uqba, sana dunyo va oxirat ahlining eng afzal axloqlarini deb bermaymi? Sendan sil rahimni uzganga sil rahim qilsan, seni mahrum qilganga berasan, sana zulm qilganni afu qilsan" degan. Rivoyat qilindiki, qiyomat kuni Alloh taolo cho'qim ajrini beradigan kishilar o'rnidan tursin deb nido qilinsa, faqat afu qilgan kishilarda o'rnidan turdi. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Haqiqatan Alloh muloyimdir, muloyimlikni yaxshi ko'radi, qo'pollikqa bermaganni muloyimlikqa beradi" degan. Sayyindagi bir hadisda Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Haqiqatan Alloh barliq ishlarda muloyim bo'lganni yaxshi ko'radi" degan. Yana bir hadisda muloyimlikdan mahrum qilingan kishi yaxshilikdan mahrum qilinadi deyilgan. Adovat tutish va hasad qilish to'g'risida. İnsan naq maydonda intiqom elishdan ojiz kelib, ochiqni yutgan bo'lsa, ochiq ichik o'tib ketadi, shuning bilan u saqlanib, oxirida adovatga aylanadi. Adovatning alomati bir shaxsni davomli yomon ko'rish, ko'ra ko'zi bo'lmaslik va uningdan nafratlanishdir. Adovat g'azabning oqibatidir, hasad bo'lsa adovatning natijasidir. Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam:
Sizlarga ilgirki millatlarning kesili tegishga boshladi. Bular hasad qilish va adovatlashishdir degan. Sayyindagi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "O'zaro uchakashmanglar, o'zaro tashlashmanglar, o'zaro hasad qilishmanglar, o'zaro ta'tir qarashmanglar, Allohning qeyrindosh bandalaridan bo'linglar. Musulmon uchun qeyrindishni 3 kundan ortiq tashlab o'tishi halol bo'lmaydi." Başqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Haqiqatan hasad yaxshiliklarni xuddi o'tunni jegandek yeydi" degan. Yana bir hadisda mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu keng yo'ldan sizlarga bo'lg'usi jannat ahli bir odam chiqib keladi" dedi. Shuning bilan bir odam chiqib keldi. Ondan uning qildigan amali to'g'riliq so'ralganda, u kishi mundaq dedi: "Men hech bir musulmonni aldamayman va Alloh uningga bergan yaxshilikqa hasad qilmayman." Yana shundaq rivoyat qildikki, Alloh tabarak va taolo mundaq deydi: "Hasad qilguvchi mening ne'matimning dushmanidir. Hükmümge açıqlanğan və mening bandalar arasidagi taqsimotimga rozi bo'lmagan kishidir." İbn Sirin rahimahullah mundaq degan: "Men hech bir kishiga bir dunyolik ishda hasad qilib baxmadim. Chunki o kishi bo'lg'usi jannat ahlidan bo'lsa, baribir jannatga qaytadigan tursa, nemishqa bir dunyo ishida uningga hasad qilug'dakman. Agar u bo'lg'usi do'zax ahlidan bo'lsa, baribir do'zaxga qaytadigan tursa, nemishqa bir dunyolik ishda uningga hasad qilug'dakman." İblis Nuh alayhissalomga hasad qilishdan saqlangan, chunki meni hasad bu holga keltirib qo'ydi degan. Alloh taolo musulmon qayrindishingga bir ne'mat bergan bo'lsa, sen o ne'matga nisbatan ikki xil holatda bo'lasan. Birinchisi, shu ne'matni yomon ko'rasan va uning yo'qolishini arzu qilsan, mana bu hasaddir. Ikkinchisi, o ne'matning mavjudligidan bearam bo'lmasliging va uning yo'qolishini istab ketmasliging. Lekin shuning o'xshishining o'zingdimi bo'lishini arzu qilishing. Bu bo'lsa havas deb atiladi. Muallif Alloh uningga rahmat qilsin aytir: "Men bu vaqt ko'ngildagidek gap qilgan hech bir kishini ko'rmadim. Shunga o'zimning aniq bir narsa deyishim zarurligini his qildim. Men deymanki, inson nafsi ustunlikni yaxshi ko'rish tabiati o'zira yaratilgandir. Shunga kishining nafsi o'z jinsidan birining o'zidan ustun bo'lishini yaxshi ko'rmaydi. Birov o'zidan ustun bo'lsa, kishiga har keladi, uni yomon ko'radi va barobar bo'lish uchun shu ustunlikning yo'qolishini arzu qiladi. Bu bo'lsa, inson tabiatiga singib ketgan bir ishdir." Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "3 ishdan hech kim qutula olmaydi: gumonxo'rlik, shumpal elish va hasad qilish. Sizlarga bulardan qutulish yo'lini so'zlab beraman. Agar gumon qilsang, gumoning bilan ish qilma. Shumpal olsangmi, ishingni davom qilgin va hasad qilsang, zulm qilmag'in." Hasadni davolash ba'zida Allohning qazosiga rizo bo'lish, ba'zida dunyo qiziqmaslik, ba'zida dunyo g'amlari va oxiratdagi hisob qatorliq ne'matlarga munosabatli narsalarga qarab o'z holi bilan tasalli tepish. Asla ko'nglidan kechgan xiyollar bilan amal qilmaslik va so'zlamaslik bilan bo'ladi. Mushu ishlarni qilgan kishiga hasad ziyon yetkazolmaydi. Payg'ambarlarning payg'ambarligi hasad qilg'uchi, qizg'ang'uchi uning payg'ambar bo'lmasligini yoki olimning ilmiga hasad qilg'uchi uning ilmidan mahrum qilishini yoki ol ne'matning ko'tarilib ketishini arzu qiladi. Buning apu qilinadigan yeri yo'q. Ammo kafir va yomon nafslar bundaq tuyg'ularda bo'lalaydi. Kishi o'zining tangtushlaridan eshib ketishini va ular bilolmagan narsalarni o'rganishni arzu qilsa, gunohkor bo'lmaydi. Chunki kishi do'stlarining mavjud ne'matlaridan mahrum qilishni tilagan emas, balki Parvardigorining huzurida nasibasining ziyoda bo'lish uchun tangtushlaridan o'tib ketishni istagandir. Bu xuddi xo'jayinga xizmat qilishda musobaqalashgan ikki qulga o'xshaydi. Ulardan biri musobaqada ustib olmoqchi bo'ladi. Alloh taolo bu haqda baslashkuchilar o'zaro baslashsin degan. Sayyinda Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam faqat ikki xislatga hasad qilish joizdir. Biri Alloh uningga nurg'un mol dunyo ato qilib, uni haq yo'lda ishlatishga muyassar qilgan kishiga. Yana biri Alloh ilm ato qilgan, ushbu ilm bilan to'g'ri hukm chiqargan va shu ilmni boshqalarga o'rgatgan kishiga degan. Hasad qilishning sabablaridan bir qismi adovat, kibr, tamanna, boshliqlik savdosi, ichki yomonlik va bexillik qatorliqlar.
Bulardan eng muhimi adovat va o'ch ko'rishdir. Chunki xohlagan bir sabab bilan bir kishiga aziyat bersa va uning murodiga yetishdan to'ssa, u kishini qalbidan o'ch ko'rdi va ko'nglida adovat o'rinlashib qoladi. Adovat saqlash, o'ch elish va intiqom elishni talab qiladi. Adovat tutquchi dushmaniga nima musibat yetishidan qat'iy nazar uningdan xushal bo'ladi. Uningga yetgan balo musibatni Alloh taolo tarafidan uningga berilgan jazo deb o'ylaydi. Dushmaniga nima ne'mat yetsa, uningdan qayg'urdi. Shunday qilib, hasad va o'chmanlik u kishini chirmab qat'iy qo'yib Taqvo kishining g'oyasi zulm qilmaslik va zulm sitamni dilidan yomon ko'rishdir. Bir kishiga o'ch bo'lib qilib, o'ch ko'rilguchining xushalliqi va qayg'usining uning nazarida barobar bo'lishi mumkin emas. Kibriga kelsak, kishi tanishlaridan yoki shuningga yaqinroq birov mol dunyo yoki amal mansabga erishsa, bu sababli o'ziga qarta cho'nchilik qilishi va uning takabburligiga taqobil tura olmasligidan qo'rqadi. Huquq va molga erishguchi o'zidan tuvan kishi bo'lsa, uning martabasining o'sishiga yoki o'ziga tangdosh bo'lib qilishiga taqat qila olmaydi. Kafirlarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qilgan hasdi buning yaqinidir. Alloh taolo mundaq degan: Ular bu Qur'on nimishqa Makka bilan Taifdan iborat ikki shahardan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Kafirlar mu'minlar haqida Alloh aramizdan hidoyat qilish bilan inom qilgan kishilar mushlarmikan degan. Kafirlar payg'ambarlarga sizlarmi faqat bizga o'xshashli insonsizlar degan. Ular yana mundaq degan: Agar sizlar o'zingizlarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki u chaqda sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. Demak, kafirlar ajablandi, o'zlariga o'xshash bir insonning payg'ambarlik martabasiga erishganligiga chiday olmadi va hasad qilishdi. Boshliq bo'lishni va yuz obro'yini yaxshi ko'rishga kelsak, buning misoli bir kishi xohlagan bir ilm yoki hunarda tangdoshsiz va mislsiz odam bo'lishni orzu qiladi. Xalqning o'zini maqtishiga to'limi xushtar va mana bu zot zamonning jigona va hunarda tangdoshsiz kishisi degandek maqtashlaridan bek xushallik his qiladigan kunlarda dunyoning neriqi uchida o'ziga o'xshash bir kishining borligini anglasa, buningdan qayg'urdi va u kishining tezroq o'lishini yoki ilm, botirlik, ibodat, hunar, boylik va yoki boshqa bir sohada o'ziga sherik kishining shu ne'matni yo'qotishni orzu qiladi. Mana bu yeganalik davosi bilan birga rahbarlik savdosidan o'zga narsa emasdir. Yahudi olimlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tunib turib inkor qilgan va o'z rahbarlik martabalarining qo'ldan ketishidan qo'rqib Rasulullohga iymon etmagan edi. İşçi yamanlıq və Allah'ın bəndileriga bexillik qilishga kelsak, sen kishilar ichida boshliqlikqa yerisib bo'lmagan va kibrsiz kishini ko'rasan. Lekin uning qishida Haq Taoloning bir bandasining Alloh tarafidan ne'mat qilib berilgan yaxshi hol ahvoli bayon qilinsa, bu uningga egri keladi. Aksicha, agar kimningdir ishlarining qalaymiqonlashganligini, nasbasqanligini, g'urbatchilikda qolganligini anglasa, xushal bo'ladi. U doimo boshqalarning o'zining keynida qilishni orzu qiladi. Alloh bandalariga ne'mat bersa, xuddi uning mulki va xazinasidan oldigandek bexillik qiladi. Olimlardan biri mundaq degan: Ishki bexil pixsiq badur, o'z milig pixsiqlik qilgan kishiga bexil, o'zgining milig pixsiqlik qilgan kishiga shahih deyiladi. Allohning ne'matlarini o'zi bilan hech qanday adovat yoki do'stlik yo'q bandalardan qizg'ong'uchi ikkinchi turdindir. Bundaq pixsiqlikning ichi yomonlik va nachar tabiatdan o'zga sababi yo'qdir. Buni davolash qiyindir, chunki buning o'tkinchi bir sababi yo'q. Sababi bo'lgan bo'lsa, uni yo'qotishga tirishgan bo'ladi. Pixsiqlikning sababi dal tabiatning nacharligidir. Shuning uchun uni yo'qotish tasdir. Mana bular hasadxo'rlikning sabablaridir. Tangdoshlar va qurdoshlar orasida hasad qilishning ko'p bo'lganligining bayoni. Biz bayon qilib o'tgan sabablar ko'p tepiladigan kishilarning orasida hasadmi ko'p bo'ladi. Hasad qilish ko'pincha ahvollarda tangdoshlar, qurdoshlar, qarindoshlar va navra tuqqanlar orasida yuz beradi. Chunki ko'ralmaslikning sababi o'z ichida birdaklik bo'lmagan maqsadlarda nishonning to'qinishib qilishidir. Shu vajidan o'zaro dushmanlik va dushmanlikni keltirib chiqardi. Shuning uchun bir olimning bir obidga emas, boshqa bir olimga hasad qilganligini, obidningmi olimga emas, yana bir obidga hasad qilganligini, sodigarni, muzdozni ko'rolmaydi. Hargizmi bir sababsiz gazmalchiga hasad qilmaydi. Chunki har toifning maqsadi boshqa bir toifninkiga o'xshamaydi. Shunga dushmanlikning negizida manfaat to'qinishi bordir.
Bir-biridan yiroqdagi ikki kishi o'xshash manfaat va maqsad uzra bir yerga kelolmaydi. O'xshamagan ikki shaharda yashag'uvchi, o'xshamagan ikki kishi orasida hech qanday bog' rishta bo'lmaydi. Ma'lum bir maqomga erishishga qattiq havaslik yoki butun dunyoga dong silishga yerisman kishilarla bo'lmaydi ekan, yiroqdagi kishilar orasida o'zaro hasad ko'rolmaslik bo'lmaydi. Haddidan ortiq havaslik yoki arzumand kishi dunyoning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zi maqtangan bir xislatga sherik har qanday kishiga hasad qiladi. Bularning hammasining asl manbasi dunyo sevgisidir. Manfaat to'qnashgan ikki kishi uchun bu dunyo tor keladi. Lekin oxiratda bo'lsa hech qanday torliq mavjud emas. Alloh taoloni, farishtalarni, payg'ambarlarni va osmonlari va zaminning hukmdorligini chin ma'noda tunish istikida kishilar buni tunib yetganda boshqalarga hasad qilmaydi, chunki ilm ma'rifat oriflarga, Alloh taoloni haqiqiy tunuvchilarga tor kelmaydi. Aksicha bir ma'lumotni minglab olim bilsa-mu, uni boshqalarning bilganidan xushal bo'ladi. Shuning uchun din olimlari orasida hasad qilish bo'lmaydi. Chunki ularning maqsadi Alloh subhanahu va taoloni tunish bo'lib, bu tunish hech qanday torliq mavjud bo'lmagan keng bir dengizdir. Ularning oxirgi nishoni Alloh taolaning huzuridagi katta o'ringa erishish bo'lib, Alloh taolaning huzuridagi narsalardami tarchilik yo'qdir. Chunki Alloh taolaning huzuridagi eng katta ne'mat Alloh taolaga uchrashish sharbi bo'lib, bu uchrashishda na birini to'sib qilish, na talishish bo'lmaydi. Haq taolo qarg'uvchilarning ba'zilarini qistab qo'ymaydi, balki qarg'uvchilarning ko'p bo'lishi bilan ulfat texmi ziyoda bo'ladi. Lekin din olimlari ilm orqali mol dunyo va yuz obro'y tepishni maqsad qilsa, o'zaro hasad qilishidi. Ilm bilan mal arasida farq bordir. Mal birovning qo'ldan chiqmaguncha yana birining qo'liga tushmaydi. Ilm bo'lsa, olimning qalbiga o'rnashgan bir angushtar bo'lib, boshqalarga o'gitishi bilan ilm uning qalbidan chiqib ketmaymi, o'gitilgan odamning qalbiga o'rnashaverdi. Ilmning cheki yo'qdir. Kimki o'zini Alloh taolaning ulug'ligini, kattaligini va podshohligini tafakkur qilishga odatlantirsa, bu uning uchun barliq ne'matlardan texmu lazzatli bo'lib qoladi. Chunki uningda cheklimi yo'q va raqobatmi bo'lmaydi. Shunga kishining qalbida yaralmishlardan hech kimga qarta hasad bo'lmaydi. Chunki o'zi bilganni boshqalarning bilishi uning lazzatini zarracha kamaytirmaydi. Yuqorqilardan keyin hasad qilishning faqatla nurg'un kishining tangla hammalarga yetmaydigan cheklik bir nishonga hujum qilishidan o'ttirg'i chiqadiganligini bilding. Darvaqa kishilarni osmonning zinnatlari bo'lmish yulduzlarga qarashda o'zaro hasad qilishmaydiganligini ko'rasan. Chunki osmon bepoyon, jimi ko'zlar qarsimi yetib oshidi. Shunga agar sen nafsingga kuyungich bo'lsang, talish yo'q, ko'ngilsizlikdan xoli ne'mat va lazzatni talab qilgin. Bu ne'mat va lazzat Alloh taoloni va uning ajoyib hukmdorligini tunishdala mavjuddir. Bu ne'mat va lazzat Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy tunishga ishtiyoq bog'lamay, ilm ma'rifat orqali hosil bo'lmaydi. Mubada Alloh taoloni haqiqiy tunish lazzatini his qilmasang va bu borada qiziqishing ojiz bo'lsa, sen haqiqiy erkak kishi emassan. Shaksizki, bu haqiqiy erkaklarning ishidir. Chunki qiziqish ta'mini tetishdan keyin paydo bo'ladi. Tetib boqmagan kishi bilmaydi. Bilmagan kishi seg'inmaydi. Seg'inmagan kishi talab qilmaydi. Talab qilmagan kishi erisholmaydi. Erisholmagan kishi mahrum kishilar qatorida qilaverdi. Hasadning davosi. Shuni bilginki, hasadxo'rlik buyuk qalb kasalliklaridan biri bo'lib, qalb kasallari faqat ilm va amal bilan davolanadi. Hasad keslik payda qiladigan ilm hasadning sening din va dunyolikning ziyonli ekanligini bilishingdir. Bilginki, hasadning hasad qilinuvchining dini va dunyoligiga hech qanday ziyoni yo'q, balki u buningdan foyda oladi. Sen hasad qilganga u yoqning ne'mati yo'q bo'lib ketmaydi. Agar sen oxiratga ishonmagan taqdirdimi aql bo'lsang, hasaddan saqlanishing aql kori bo'ladi. Chunki hasad qilishda hech qanday foyda yo'q bo'lib qolmay, balki u qalbga alamdir. Oxiratda hasadxo'rga bo'lg'us azobni bilib turib, sen qanday hasad qilsan?
Biz yuqorida aytgan hasad qilinguchiga diniy va dunyoligida hech qanday ziyon yetkazmaydi, balki hasad qilingan kishi hasad qilguchidan dunyo va oxirat foyda oladi degan so'zimizning bayoni shuki, Alloh taolo bir kishiga taqdir qilgan bir ne'mat Alloh taolo taqdir qilgan muddatgacha u kishida davom qiladi. U kishiga oxiratda hech ziyon bo'lmaydi. Chunki u kishi u ne'mat sababli gunohkor bo'lmaydi, balki u ne'matdan foydalanadi. Sen hasadni so'z va ish harakatingni ko'rsatsang, hasad qilinguchi kishi sen tarafdan zulmga uchragan bo'ladi. Hasad qilinguchining dunyoda oladigan manfaatiga kelsak, kishilar hammadan bek dushmanni qayg'u ichida ko'rishni orzu qiladi. Sening hasad sababli tortgan azobingdan muchong alam va iztirob bo'lmaydi. Bu albatta dushmaningni suyundirdi. Agar biz bayon qilib o'tgan so'zlarni obdan o'ylansang, o'z nafsingning o'zingga dushman, dushmaningga do'st ekanligini bayqaysan. Sening ahvoling bayni dushmanini o'ltirmoqchi bo'lib tosh atgan, ammo tosh dushmaniga tegmay yenib kelib, o'zining ko'ziga tegib, bir ko'zidan ayrilgan odamga o'xshaydi. Shuning bilan u texmi ochiq kelib, toshni birinchi qatimkidan qattiqroq atadi, tosh yana qaytib kelib, o'ziga tegib, yana bir ko'zidanmi ayirib qarg'u qiladi. Natijada o texmi achchiqlab 3-chi qatim tosh atsa, tosh yana yenib kelib beshini yerib o'tadi. Dushmani bo'lsa hech nima bo'lmay, sahbati uningga qarab kulayotgan bo'ladi. Mana bu ilm buyurgan dorilardir. Kishi bularni tafakkur qilsa, qalbidagi hasad o'ti o'chidi. Hasadni davolashdagi foydali amal, hasad buyurgan narsaning aksini qilishga o'zini majburlashdir. Hasad kishini hasad qilinguchiga adovat tutishga va ayblashga buyursa, nafsini qarish tarafni maqtash va madiyalashga, takabburlik qilishga buyursa, kamtar bo'lishga, yaxshilik qilmaslikka buyursa, atay ko'proq yaxshilik qilishga majburlash kerak. Salaf solihlardan ba'zilar bir shaxsning o'zining g'aybatini qilganligini anglasa, g'aybat qilguchiga hadiya avatadi. Bu dorilar hasadga bek foydaliqdir, lekin basi achchiqdir. Ko'zlagan narsalaring bo'lmayli versa, bo'ladigan narsani ko'zla degan hikmatni bilish bu dorilarni ichishni osonlashtirish mumkin. Mana bu mutlaq davodir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.